tashkilotlar tomonidan aniq maqsadga qaratilgan loyihalarga grant ajratishadi. Bu bilan nima demoqchiman? Biz O'zbekistonda shu narsa o'rganib qolinganki, biron bir muammo olayotgan bo'lsak, umumiy planda qaraymiz. Misol uchun yoshlar orasida ishsizlik soni baland. Yoki to'g'ri, yoshlar deganda yoshlar to'g'risida qonun belgilab qo'yilgan 14 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan, 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan oralig'da. Lekin bu loyiha yozayotgan paytda aynan yosh jinsga e'tibor berish kerak. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, misol uchun maktab yoshlari 16 yoshdan o'sha 22 yoshgacha bo'lgan yosh oralig'ida erkaklar yoki qizlar, ayollar o'rtasida misol uchun 30% yoki 40% foizni hisoblaydigan bo'lsak, ular orasida ishsizlik soni yuqori degan ma'noda aniq sonlarga e'tibor bergan holda loyihalarda aniq yozilsa, bu loyiha yutish imkoniyatlarini yuqorilashtiradi. Gap orasida yana aytildi, ekologik aspektlarga ham e'tibor berish sabab nima? Hozir kunda bilamiz, resurslar, insoniy ehtiyojlar baland, lekin resurslar kam hisoblanadi. Bu bizlar foydalanayotgan resurslarimiz abadiy emas. Shuning uchun ham loyihalarda bu narsaga e'tibor berishimiz shart.